Assalomu alaykum do'stlar. Shkaf kravatlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Podroskovoy holatda qilib tayyorlangan. Bularimizni aksiyaga tushirib qo'yganmiz. Hozirgi kunda 3 million 600 ming so'mdan 3 million so'mga tushirib qo'yganmiz. Bular 3 millionga nimalar kiradi? Shkafimiz, prujinka matrasi va kravatimiz. Kravatimiz razmerlaridan aytib o'taman. 180 ga 80 lik oldida reshotkasi xuddi shu ko'rinishda o'ngga chapga surilaveradi hamda olib qo'ysa bo'laveradi. Shkaflarimiz razmerlariga keladigan bo'lsa, eniga 136 lik, bakamenkasi 45 bo'lgan katta vishilka tushaveradi. Bitta qanotimiz ichida 2 qator polkasi bor, 3 etajli. Ikki qanotimiz ichida 2 qator vishilkadan iborat, tagida tortmasi bor. Manzilimiz Andijonda, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab, masofasiga qarab dastavka puli belgilanadi. Xuddi shu ko'rsatganimiz komplekt shkaf, kravat hamda prujinka matraslar bilan 3 million so'm qilib beryapmiz. Masofasiga qarab dastavka puli belgilanadi. Aytgan narximiz mebelli narxi. Pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berish